Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Türmə xatirləri Məhbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Bovam shundoq mang'an ekan. Birinchi korpus 6-chi kamerning boshlig'i Qar shaharlik Jang familiyalik bir Xitoy edi. U Korla shahrining sobiq muavin boshlig'i bo'lib, 2013-yili kuzda Korla shaharlik hukumatning amaldorlari poraxo'rlik bilan butunlay mullaq atqanda billa yiqilganning birisi ekan. U kamerga mendan keyin kirgan. Hammaylan choy ichadigan chilakdagi qiziq suvda Gchiangning iltifoti bilan yuvinib olgan. Kirgan kunining ertesila kamer boshlig'i bo'lib qolgan edi. U kamerdagi boshqa Xitoy mahbuslarining g'azabini qo'zg'ag'achqa, bechoraning kamerda mendan boshqa paranglashqudek odami yo'q edi. U har kuni mening to'xtamay mingishlarimga agishib chiniqatdi. 30-oktyabr edi. İkkimizning munosabatiga Tiananmenda yuz bergan voqea sababli daz ketdi. 28-oktyabr mamlakat xabarlarida 3 Uyg'ur chiqqan mashinaning piyodalar yo'lga bostirib kirganligi qayta ko'rsatildi. Shundan keyin uninglar emas, kamerdagi Xitoy mahbuslarining manga muomalasi o'zgardi. Bo'libmi munu jangga o'xshash o'qigan Xitoylarning g'azabi bakrak uzun davomlashi kerak. Oqshamki ochiqini bugungacha kuyshab chiqibdi. Shungamekin atiganda o'zicha menga ta'tir qarab qopibdi. Jang bilan ikkimiz ta'tir qarashib, havolanmada unsiz billa mangduq. Birdam bo'lsimi mengamdan tashvishlarni haydash uchun g'ingishib baqdim. Yodimga sapla, tanlarim yaproq, qora savdo, qora tuproq, qara hijron degandek naqshlar keldi. O'tkur apandim, bu qara hijron tunining intihosi yo'qmidir degan misrani balkim turmada yozgan bo'lg'aydi. Esimga Abdulla Abdurahimning uzoq yo'l degan naqshi keldi. Bovam shundoq mang'an ekan, ofat yuklab yongan ekan degan misralar xiyolimni bovalarga ilib ketdi. Ulug' bovamning Urumchidagi Shengshsay turmusida o'ldirilganligini esladim. Ulug' bovam G'opurning dadasi. Qodir Shamshiddin Urumchi, Kucha, Yengsar va Qashqarlarda saroylar bor savdogar ekan edi. Uning Kuchaga soldirgan saroyi hozirmi asara atiqa hisobida chiqilmay sayohatchilik uchun ishlatilmoqda. U 1933-yilning oxirida Xo'janiyaz hojim Qashqarga borganda inqilobga qatnashgan ekan. U O'g'isaqning O'yvoq, Harambog', Musuma degan yerlaridan bir turkum yoshlarni tashkillab, ularni otqa mindirib, qurol tutqizib, bir qurdan qishliq chibarqut harbiy kiyim kiydirib, Xo'janiyaz hojimga qo'shilgan ekan. Xo'janiyaz hoji Shengshsay bilan ittifoq tuzganda, bovam sapdan chekinib, yana tijorat bilan mashg'ul bo'lgan ekan. Bovam 1937-yillarda Yengsarda tutilib, Urumchiga yo'lab ketilgancha xabari bo'lmagan. Kim biladi? Umu mendek mushu yerda so'roq qilingandu. Dadamning aytishicha, u chaqda tutilganlar Yaponiya bilan nima aloqang bor? Angliya bilan nima qilmoqchi? degandek so'roqlarga duch kelgan ekan. Balkim shu chaqda Qodir bovamdan nimishqa o'zing harbiydan chekinib, o'g'ling G'opurni Mahmud Mo'yitiga konvoyliqqa berding. O'g'lingni Mahmud Mo'yiti nimishqa Hindistonga qochirmadi? Qandaq vazifa bilan qoldirib qo'ydi? degan so'roqlarni so'rgandu. Balkim umu men qamalgan mushu kamerga band qilingandu. Menga o'xshash kamerda to'xtamay mang'andu. Rahmatlik Qodir bovam jafokash, tirishchan va samimiy odam ekandu. Mahmud Mo'yiti Hindistonga ketganda u Yengsardagi saroyidan tutilibdi. Yig'in bor degan bahona bilan Yomulga chaqirtilib, shu yerdan Urumchiga yo'llangan ekan. Balkim Qodir bovam Qashqardan Urumchiga harvada ilib mingilgan bo'lg'aydi. U o'limga qarab so'zilgan shu qo'rqinchli safarda Shingning, Ma Zhongyingning askarlari bilan so'qishib, aziz jonlaridan ayrilgan, Rus aeroplanlarining bombardimonlarida badanlari parchalanib ketgan Uyg'ur askarlarining jasadlarini ko'rgandu.
shularga qarab o'zi qurol setib olib, urushqa yo'lga solgan qiron yigitlarning dafnisiz qolgan jasadlarini ko'rganda, ularning tul qolgan ayollari, yetim qolgan bolalari, bag'riqqan onalari haqida nima o'ylagandi? Ularni ota-onasidan ayirib, jangga avatginiga pushaymon qilganmidi? Shularning azobini o'zidan ko'rganmidi? O'lish oldida sabdoshlarining o'rlik uchun oqqizgan qonlarini, janggohlarda armonda o'chib ketgan ko'zlarini o'ylaganmidi? Ulug' bovam Qodir Shamshiddinning bovam G'ofur Qodirdan boshqa Urumchida ikki, Kuchada bir qizi bor ekan to'q. Ulug' bovam Urumchidagi Zay Tomirda yetib, tutmas so'roq, tugimas qiynoqlarni boshdan kechirayotganda, bir shaharda turibmi dadisini ko'rolmay, talmurib o'ltirgan qizlari haqida nimalarni o'ylagan bo'lg'aydi. Kelgusidagi hur, xotirjam, baxtlik bir hayot uchun barlig'ini beg'ishlagan shu fidokor buvay avlodlariningmi o'zi yotgan qamoqqa mahkum bo'lganligini, adolatsizlik, tengsizlik va tugumas zulmlarning o'zidan keyingi avlodga miros qoldiganligini tasavvur qilgan bo'lg'aymidi? Dadam Ayib G'ofur Kuchadagi hammasi bilan tepishgan bo'lsa-mu, Urumchidagi ikki tuqqanini topolmagan edi. Dadam dastlabda Robiya Qodir xonimni shu rahmatli Qodir Shamshiddinning Urumchida qolgan qizimikin deb o'ylab qolgan ekan. Men surishta qilib emasligini deb bersammu, xiligacha ishonmay yurgan edi. Keyincha buvamning orzusi bo'yicha dadam topilib tursimu, Urumchidan u ikki hammamizni surishta qilishga vaqtim chiqmagan edi. Abdulla Abdurahimning naqshisidagi buvam shundoq mangan ekan, afat yuklab yongan ekan degan misralarni o'ylab uxsinib ketdim. Necha o'nlagan yillar, yuzlagan fasllar o'tibdi. Bovalar mangan yo'llarni mingibdimiz. Qanchalik qamlashtirib, qanchalik chandurib mangduq bilmadim. Ish qilib mangduq, mingib ketyapmiz. Ammo ular tangan, yo'q. Ularga tengilgan ofatni bizmi ustimizga elib ko'tirib yuribdimiz. Menmu mingibdiman. Buvamning izidan zulmga qarshi atlanibdiman. Ammo yetgan yerim qamoq bo'pti. Buvamning izini bo'ylab u Urumchiga salgan saroyga emas, u solangan qamoqqa kelib tushkun bo'ptiman. Taqdirim buvamdek bo'lamdi. Yo'q, bundoq bo'lmaydi. Buvam inqilobga atlanganda o'z yezisi tavasidagi kishilarni tashkillab ekan. Uni Yangisardan tutib Urumchiga elib manganda, hatto Qashqarda turayotgan o'g'limi bilmagan ekan. Lekin biz Uyg'ur tilini qo'g'dashga atlanganda Uyg'urning sarxillari tashkillandi. 500 mingdan ortiq agashkuchlarimiz bor bo'ldi. Men tutilganda cho'qim xabarlarda e'lon qilindi. Do'stlar cho'qim harakatga o'tdi. Shundoq zaman o'zgardi. Buvam yashagan zaman kelmasga ketdi. Bugungi zaman butunlay zolimning qo'lida emas. Hech bir zolim zamonni changilib olgudek imkonga ega emas. Bu Qodir Shamshiddinni tilsimlarga ko'madiganlarning zamoni emas. Ular endi ko'mibmi yo'shirolmaydi deganlarni o'ylab o'zimga tasalli bergan bo'ldim. Demisimu, hatto Xitoy gundupaylarning muomalasimi burunqidan ko'p o'zgargan edi. G'changmu mening ko'zimga burunqidek kirib olmaydigan bo'ldi. Uning o'zgarishi bilan Kamir boshlig'i va mahbuslarning muomalasimi o'zgarmoqda edi. Shu kuni Abdullaning u naqshisining umid uzun umrdan oyig'imda uzoq yo'l degan oxirgi misralarini qayta o'qidim. Umid uzun degan so'zni har bir tilga olganimda ko'z oldimda uzun bir qorliq oppoq yo'l namoyon bo'ladi. Bu yo'l uzun edi, ammo qordek oq, qordek barakatlik, xosiyatlik edi. Uyg'ur tilida safarga chiqqan odamga oq yo'l bo'lsin deyiladi. Esimni yig'ib qarasam, jang bilan havolanmada aylanib mang'ili turibdimiz. Oq yo'l bo'lsin deb pichirlab baqdim o'zimga. Mushundoq mang'ancha chiqib ketaman, dedim unlik qilib. Jang gapimni anglab, kayniga o'rilib qarab qo'ydi. Uning qapoqlari sangalagan, tiniqlari yetishmay hasirashqa boshlagan edi.
Ürümchining burunla tushgan sovuqida to'ngib ketayotgan qo'limni yanglarimning ichiga tiqib mingishni davomlashtirdim. Bovam bu yo'ldan qurol tutib o'tibdi. Men qalam tutib ketyapman. Bovam qamalganda tutilgani butunlay biz haq emas edik. Mushuningga o'xshash Xitoylarmo tutilgan. Ammo buningdek davlatning va shaxsning puliga xiyonat qilib emas, iddiyasi sababli tutilgan. Mana endi iddiyasi, o'rlik va muhabbatga bo'lgan sadoqati sababli qamalgan bir Xitoyni ko'rmadim. Uyg'ur dal shu sabab bilan yetyapti. Bu bizning millatdagi ilgirlash bo'lmay nima? Biz bu yerga haqning miliga, sharifiga, jiniga ko'z qizartib kirmadik. O'zimizga mansub jonni, nomusni, mirosimizni qo'g'dayli deb kirdik. Uyg'urcha so'zlayli, Uyg'urcha yashayli, ota bovimiz ishonganga varislik qilayli deb kirdik. Mana bu bizdagi ilgirlash bo'lmay nima? Nafsimizdan ruhimizni afzal bilginimiz, tinimizdan tilimizni muhim bilginimiz bizdagi ustunlik bo'lmay nima? Bu ustunlikka dushmanlarimizning ko'zi qizarmayotidi deb kim deydi? To'g'ri, bovam chaqalmagan zulm zindonlarga qamalgan, ammo muhabbat va erkinlik uchun kurashgan bir to'p Uyg'urning biriman. Men qamaldim, ammo ovozim qamalmaydi, asarlarim qamalmaydi. Men qoldirgan izning izchilari hilmo yo'lni davom ettiryotidi. Buning o'zi uzilmas umid bo'lmay nima? O'ylarim mushu yerga kelganda hayajonlanib ketdimda, bilinar-bilinmas ovozda karvan naqsini aytishga boshladim. Qadamlarimni texmo ittiklatib, naqshining yo'ldan to'xtamas karvan, dilda bir buyuk armon, nigari vasliga yetgay, bilini yashmagan palvon degan misralarini o'zimga anglangudek aytib, ko'nglimni ovutdim.